Demak, davom etamiz. Belov USB 2. Xo'sh, bu yerda mana boya aytib o'tganimdek, xohlasangiz driver pakni ham, Windows 7 ni ham yoki mana bu Belovni ham bozordan 2-3 mingga diskini sotib olib kelishingiz mumkin. Bir marta sotib olib turgan bo'lsangiz, doim foydalanasiz. Yoki biror bir do'stingizdan olasizmi? Mana ko'rganingizdek, Belov USB ni ochdimda, bu yerdan WPI papkasini ochdim mana. Qaytadan ko'rsataman mana. WPI va shu yerdan shu exe faylni topamiz mana. WPI. Ustiga 2 marta bosamiz. Endi bizga bu papkani ham keragi yo'q. Va bu yerdan o'zimizga kerak bo'layotgan programmalarni hammasini ustunovka qilib chiqishimiz mumkin. Demak, davom etamiz. Mana bu DirectX 9 ustunovka qilasiz. Bu mendagi programmalar eski. O'zingiz uchun yangisini yuklab olishingiz mumkin internetdan albatta. Bu videoni olish jarayonida men bu DirectX ustunovka qilib bo'ldim, shuning uchun buni ustunovka qilmayman. Lekin ustunovka qilishingiz kerak. Bu ko'plab programmalarda ishlashi shunga bog'liq. Mana hozir men taxmin asosiy programmalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana Microsoft Office. Buning ichida Word, Excel, hamma PowerPoint hammasi bor. Bitta bloknot kerak menga. iPad tanlashingiz mumkin. Bu yerdan xo'p, PDF formatida o'qish uchun bir ikkita narsalar tanlashimiz kerak. Mana deylik, bunisini tanlaymiz va bunisini. Har birini oldiga borganingizda tagida ma'lumotnomasi chiqadi. Ilovasi opisaniyasidan bilib olishingiz mumkin. Qaysi programma nima uchunligini. Silidi shu tugmasiga bosib, keyingi qismga o'tib ketaveramiz va o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni o'qib turib o'rnatib olaveramiz. Men qisqaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu yerdan yangilar uchun Tuna programmasini tavsiya qilaman ustunovka qilishni, chunki bu o'zi kompyuterda ошибкаларni o'zi tozalab tashlaydi. Xullas ko'plab qulayliklarga ega. Yangilarga mana bu kerak programma. Eslab qo'ying, TuneUp. USB bu ham kerak, fleshka albatta hamma kompyuterga fleshka suqiladi. Xo'p. Zip, WinRAR bularni aytishim shart emas. Hamma biladi nima uchun kerakligini. Xoh dokument bo'lsin, xoh programma albatta kerak bo'ladi. Davom etamiz. Xo'p, keyingi sahifa. Bu yerda Total Commander'da ishlovchilar uchun va shunga o'xshash programmalar. Bu yerda kategoriyalar belgilangan, aytishni unutdim. Qaysi programmalar nima uchunligi. Va mana bu yerdan yana Unclock yozgan programma, endi balkim boshqacharoq o'qilar. Bu programmani ham ustunovka qilishingizni tavsiya qilardim, chunki bu udalib bo'lmay turgan fayllarni udalib qilib beradi. Keyin media kodiki. Bu kilobayt mega kodik pak yozib qo'yibdi. Bu ham ustunovka qilishingiz kerak. Agar buni ustunovka qilmay turgan bo'lsangiz, videolaringiz o'qimaydi. Men ustunovka qilib bo'lganman. Xo'p. Siz ko'rib turgan ushbu videoni mana bu programma yordamida yozyapman, Bandicam yordamida. Ma'lumot o'rnida kerak qolar. Xo'p, IMP player bu MP3 o'zingiz ko'rib turganingizdek. Bu playerda ustunovka qilib bo'lganman. Xullas bular playerlar. Tepasida yozib qo'ygandek media playeri. Ustunovka qilmaganlaringizda ustunovka qilib chiqishingiz mumkin. Playerlar tanlandi. Xo'p, agar kompyuteringiz notebook bo'layotgan bo'lsa, Neuron ustunovka qilishingizni tavsiya qilaman. Media konvertyor bular videoni formatdan formatga o'tkazishingiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun kompyuteringiz o'qiyotgan formatda telefoningiz o'qimasligi mumkin. Shuning uchun mana shu programmalardan birontasini ustunovka qilib turib, keyin uni yordamida telefon formatiga videolarni o'tkazib olishingiz mumkin. Keyingi sahifaga o'tamiz. O'z bu yerda yangilar uchun kerak bo'ladigan hech narsa yo'q. Grafika, общение, pochta, Mail.ru kerak bo'lsa ustunovka qilishingiz mumkin. Bu programma masofadan turib boshqarish uchun kerak bo'ladi kompyuterni, boshqa kompyuterni boshqarish uchun. Bu internetda ishlayotganlar uchun kerak, tezlikda bilish uchun va qancha trafik ishlatayotganingizni bilish uchun. Xo'p, yana bitta mana video yozish uchun mo'ljallangan programma VideoCam Max. Bu ham Webcam Max juda ham ajoyib programma. Demak,
Hamma narsani tanlab bo'ldik. Bu yana bir narsa, mana torrentlar bor. Sketchat qilish, yuklab olishingiz uchun mana torrent uстановка qilishingiz mumkin. Download masterni tavsiya qilaman, doim foydalanaman. Keyin mana download manager bor. Bu ham xuddi shunday ajoyib programma. Men hozir yangi versiyasini yuklaganim uchun bu yerdan uстановка qilmayapman. O'yin bizga kerak emas, interfeys kerak emas. Bizga brauzer kerak, mana turli xil brauzerlar bor. Hammasini uстановка qilaman. Antivirus kerak bo'ladi bizga. Xo'p, bu yerdan ham USB ni tanlaymiz, chunki USB da har xil, ya'ni fleshkada ko'plab viruslar keladi. Shuning uchun buni tanladim. Mana yana bitta antivirusni tanlaymizda. Keyin mana burchakda начать установка tugmasiga bosamiz. Unutmangki, siz agar boshqa programmalarda uстановка qilib bo'lgan bo'lsangiz, bu albatta alohida dars bo'lgani uchun, qo'shimcha dasturlarni o'rnatish uchun bo'lganligi uchun, agar sizda boshqa programmalar uстановка qilingan bo'lsa, faqat o'zingizga kerak bo'lgan programmalarni tanlab chiqasizda, burchakdagi установить tugmasiga, hozirgi tugmaga bosaverasiz. Mana ko'rganingizdek, programmalarni uстановка qilish boshlandi. Shu bilan mana darsimiz ham tugadi. Yana bir kichik narsani aytishni unutmang, ya'ni ushbu uстановка ketayotgan vaqtda siz kompyuterni bemalol tashlab ketishingiz mumkin, chunki bu ancha davom etadi va agar uzoqroq joyga ketayotgan bo'lsangiz, bu yerda maxsus nimalar bor. Kelgunizcha bir marta перезагрузка bo'lishini xohlasangiz, перезагрузкani tanlaysiz. O'chishini xohlasangiz kompyuterda o'sha o'chirishni tanlaysizda, bo'ldi, kompyuterni shunday tashlab ketaverasiz. Ya'ni bu hamma programmalar uстановка qilib bo'lgandan keyin o'chadi yoki перезагрузка beradi. Yana videoni davom ettirishga majbur bo'ldim. Ya'ni ba'zi paytda ba'zilarda savol tug'iladi. Men siz aytganingizdek qildim, lekin o'rtasida buni uстановка qilaymi, buni uстановка qilmaymi degan har xil yozuvlar chiqdi deyshadi. Nima qilay, uстановка qilaymi, qilmaymi, balkim virus emasmi? Yo'q, agar programma обеспечениeni to'g'ri olgan bo'lsangiz, mana shunaqangi savollar tug'ilay turgan bo'lsa, uстановить tugmasiga bosaverasiz. Bu yerda hech qanaqangi o'ylanib o'tirayotgan joyi yo'q. Uстановить tugmasiga bossangiz bo'ldi. Boshqa qilayotgan ishingiz yo'q sizda.